Assalomu alaykum, qo'shni qandaysizlar? Tinchsizlarmi? Tinch Alaykum o'tasizlarmi? assalom. Qiyla Omonmiz. bosilib, nima bo'lib qoldinglarmi? Endi o'sha boshida to'g'risi juda qattiq stressda edik, ochig'i gap. Bu o'ta qattiq ham g'azabda edim, masalan, hammamiz nimada edik, lekin vaqt hamma narsaga nima deb davo deb hozir hali o'zimizga kelib qoldik. Endi vaqt darigir degan so'z bor elimizda. Hozir men sizni tinchingizni olib qo'ydim, kechirib qo'yasiz. Biroq bir o'y kelib qoldi menga. O'shani siz bilan ochiqchasiga bir so'ylashsak tag'in ochiq mayak qilib, ana uni internet sizni ma'qulingiz bilan ma'qul bo'lsangiz internet bloglarini chiqarsak, el qalin el o'qish kerak buni. To'g'ri emas o'ylar, to'g'ri emas tushunliklar tarab ketmasligi kerak. Kerak bo'lsa birlik organlaridagi kichkina o'zlarining ilk ishlarini bir jardam bo'lib qoladi. Siz yoqdan, biz yoqdan ochiq so'ylashamiz. Anan mayagimiz bitganda sizga ma'qul bo'lsa anan internet bloglarini chiqaraman. Yo'q, keragi yo'q aka desangiz chiqarmayman. Boshlab bir ochiq, o'ris aytganda от души so'ylashamiz. Niyat o'ylaringiz barlig'ini aytasiz. Anan mayak oyog'inda, oxirinda bo'lmaydi desangiz to'xtatib olib qo'yaveramiz. Anan men sizni bir nimani so'ylashga zo'rlik qilib aytganim yo'q, majburlaganim yo'q. Siz hech narsaga majbur emas. Erkin o'zingizni o'y maqsadlaringizni aytib qo'ysangiz, kichkina vaqtingizni olaman. Buning uchun rahmat sizga. Endi bo'lar ish bo'ldi hozir. Endi sizni o'yingiz qanday? Siz kichkina zulm ko'rdingiz. Sizni uy bilan yashab turgan uyingizga ugrajina bo'ldi. Endi kim bo'lsa dağı bu bizni mayagimizdagi o'qib tursa kerak o'sha. Endi qilmish kerak endi. Ugrajina qilgan o'sha qilmish kerak. O'qib tursa kerak. Endi o'shaga qarata sizda qanday bir o'y fikrlar bor? Siz dağı bundan nari qanday o'y fikrdasiz? Endi Maqsadingizni kichkina qisqa qilib aytsangiz, ana men so'rovlarim bor. Ma'qul ko'rsangiz javob berasiz. hozir endi to'g'risi bu kim o'zi u odamda? Masalan, men hozir kimligini bilgim keldi. Maqsadi nimaligini bilgim keldi. Nimaga bunday qildi desa, to'g'risi. Endi xohlasa topilar endi. Nima qilib turibmiz to'g'risi. Siz uni maqsadi qanday, o'y fikri qanday, nimaga bunday qildi? Qiziqyapsiz ekan-da. Yo'q, endi hozir qandaydir bilish kerak buni. Tushunibdi. Yaxshi, sizni maqsadingizni bildik. Endi o'sha bundaysa, bu ulug'chilik, buzuqlik, bir ulug'lar araliq qasd qo'zg'ab bir provokatsiya yurgizishda shunga o'xshagan bir siz qanday qarashdasiz? Qanday qaraysiz o'shanday? Endi elda nima guruchdan kurmaga bo'ydi, shalin kurmaga bo'ydi degan so'z bor. Endi elchilik har xil o'ydagi bor-da, bilasiz-da sizlarga, bizlarga. Barliq elimiz bilir, kichkina buzuq o'ylarda yurgan. Men ochiq so'rashaveraylik, separatistik ma'nodagi eldan bir o'lirdi. Bor, barliq joyda buzuq o'ylaylar. O'shalarni siz qanday qaraysiz? Misoli bir endi alhamdulillah barlig'imiz musulmonmiz. O'sha bir e'tiqodingiz bo'yicha e'tiqod deganda o'ta kuchaytirib qo'ydim. O'zingiz
bir musulmon odam qatori o'y fikringiz, ular qanday odamlar, qanday o'ylaysiz? Endi hozir o'zi musulmonchilikda ham o'zi bu millatchilik qattiq qoralangan, masalan, uni ko'p eshitganmiz. Masalan, yine uni o'sha haqiqatda bu yomon narsa, ochiq gapda. Masalan, uni bir ikki marta voqealar bo'lib o'tdi, ko'rdik-ku. Masalan, bu yomon. 90-yillar, 2010-yillar u yomon bu narsa. Masalan, lekin o'sha haqiqatda ko'rdik, masalan, ikkita bir qarindosh el bir-birini sal nima ham qilib qoldi, to'g'risi. Ochiq gap. Shunaqa qarayman, to'g'risi. Bu yomon deb qarayman. Ulut ajratish endi sizga chaqmaydi. Yoqmaydi. Man o'zi u o'ta yomon narsa. Men dag'i o'qiganlarim, uqqanlarim bor. Payg'ambarimiz Rasululloh alayhi vasallam ulut ajratgan, ulutchilik qilgan, izlanmas degan bir nimalarni uqqanim bor. Man ham eshitganman. Bo'ldi. Dag'i keyingi so'rovim. So'rov emas bu, bir kichkina sizga ma'lum deb qo'yayım, o'zingiz ham xabaringiz bo'lishi mumkin. Eski yillarda, 10-yillar, 2010-90-yillar yonunda hozir esga tushib qoldi. O'sha mezgilda Qirg'izistonda tinchligini, eli yurtni tinchligini buzib, o'zlarini bir qiziqchilik uchun foydalanayin degan kuchlar bo'lganda, bu kuchlar bizda ayıldı emas. Biz endi обязательно cho'ng siyosat yo'lida suylay turgan bo'lsak, Bishkekda, Amerikada bo'lsam, Angliyaning Londonida yashash shart emas, Rossiyaning Moskvasida. Biz ham mana shu yer yuzida yashab o'tamiz. Bir ayilda yashasakdag'i o'sha o'y fikrlarimizni bilamiz-da. O'sha Qirg'iziston tinchligini buzish uchun bir chet o'lka, chetdagi bir harakat kuchlar bo'lib, o'zimizni satqin deb aytavering. Mekenga, elga qarshi harakat qilganlar satqinlar-da. O'shalarni bilan til tavishib, buzuqi ishlarni qilib, etga bir tug'an el, Qirg'iz, O'zbek bir tug'an elni bir-birini o'rtasida so'qchilik tushirishdi. Ancha ko'p uy-buloqlar jabr tortdi. Bu biz yangi so'z emas bu. Barlig'imiz bilamiz. Hozir yosh mo'n tushunasa, pokoleniya. Yosh mo'nlarimiz bu yo'lda yaxshi endi kitobdan, internetdan ko'rish mumkin, biroq ko'zi bilan ko'rgan yo'q. Siz bilan biz ko'rganmiz. Shuni o'ta yomon narsa. Men jurnalist qatori 2090-yillardan boshlab siyosiy kuch paydo bo'lganda, ularni otini atavaylar qo'yaylik, sebebi birlik mamlakat ularni ilishtiryapsa, bir ularga nima terishtirish ishlarini mishayt bo'lib qolmasin deb bo'lsam, ularni o'y fikrini o'zgartirib qo'ymasin, otini atavayman. Bizda kuch bo'lgan. O'shanday bo'r tuzib, ulutlik madaniy saltlarni elga reklama qilamiz. Yashovda qo'ldoq bilan deymiz degan nimani yozib olib, proyektlarini. Ana ichida maqsad boshqacha bo'lganda, ulutlar oraliq qasdlikni qo'zg'ab, mamlakatda elni tinchligini buzib, shundan o'zlarini qiziqchiligi uchun foydalanish o'y fikrida uyushtirishgan. Nima bu yerda albatta aqcha rol o'ynagan, cho'ng aqchalar. Buni men jangini so'z aytganim yo'q, barliq bilet, el qavlin el bilet bu. O'shani quyruqlari bor deb hisoblayman. Siz bilan ochiq so'zlashay, o'shani quyruqlari bor ish yurgizishyapti. Bulantyapti. Qanday?
Ularni maqsadi emne desa boshqa o'y fikrlar jardirish, o'ltirish degan bo'lishi mumkin. Uni xabarim yo'q men. Biroq mamlakatda talqalanishi uchun birlikda elga jamoatni qilib ko'rsatish ular ssenariyasida borda. Men jekeci jurnalist qatori ilk deb ko'rdimda, ikki o'sha uluslararo chirchatoqni ko'rganman. El bilan birlikda o'rtasini buzuqlik qilish. Ularda ular elestetib ko'rsangiz, el bilan birlikda o'rtasida ko'prik bo'ladi-da, emi qarang. Ko'prik bor, o'rtada jarliq. Bir-birini baylab turgan ko'prik bo'ladi. Ko'prik bo'lsa, bu o'sha ko'prik buzilsa, birlik bilan el ajraladi. O'sha mekin talqalanadi. O'sha buzilsa, jarilsa, jardirilsa. Ama el bo'lmasa birlik bo'lmaydi. El bo'lmasa mamlakat yo'q. Mamlakat birlik bo'lmasa el ham yo'q-da. Ikki bir-biriga minimda. Bir-biridan ajralsa yo'q u, mekendagi yo'q, eldagi yo'q bo'lib ketadi. Şuga alardı senaryosi borda, ular separatistlar. Ulut ajratgan separatistlar. Bu bizde ayılda degenim yo'q. Kırgızistan bo'yicha, butun dunyo bo'yicha taragan o'shanday separatistlar. Ular birlik bilan kim yashasa, o'sha eldan boshida turgan birlik bilan elni o'rtasida ko'prik jaratdi. Ko'prikni yo'q qilish harakatida. Ideologik kurash bu. Bu yo'q qilsa, maqsadi shu. Ular значит, ular terrorist o'shalar. Ideologiyalik kurash olib borganlar ham terrorist hisoblaydi. Men shunday deb o'ylayman. Bu el bilan birlikda bo'lib o'tadi. O'rtadagi bir-birini baylab turgan ko'prikni yo'q qilib o'tadi. O'shaning quyruqlari bor. Men jurnalist qatori ishlab yurganman. Gazetlarda. Ulutlik bor deyishib, diasporalar tuzishib, o'zini qora buzuq o'ylarini amalga oshirish harakat qilgan. Bu ssenariy borda. Bir kino deb bo'lsa, spektakl, teatr bo'lsa, ssenariy bo'yicha aktyorlar o'zini atqaradi, roldorini. Kitobda, ssenariyda yozilgan bo'yicha. O'shalarda atqartirishdi. Emgak haqisini ham olib berib atqarishdi. Mana bardiq o'tdi, mana tartibga kelib qoldi Qirg'izistonimiz. Tinchlik ketayotadi. O tinchlikda, elni tinchligini qo'rg'agan atayin nimalar bor, mamlakatga xizmatlar. Ular tinch yashayapti. Men tinch yashaganga suyunamda. Men o'zim emas, bola chaqam, nevara, mo'ndarim, tug'onlarim, el yurt, mahalla, ko'y degan. Lekin tinch, el tinch bo'lishini qalayman. O'sha buzuqlarni yomon ko'raman. Men yurakdan chiqarib so'ylayapman. Ko'rgani ko'zim yo'q, o'sha buzuqlar. Sebebi men ko'rganman ularni nimalarini. Funksiya ish yurgizuvlar. Yomon ko'rishim uchun ularni qasdlanganman. Qalavang elni orasida mekenda tinchligini buzish, elni tinchligini buzishini tomosha qilib tura olmayman. Daha bir o'sha uqqanlarimiz bor, rivoyatlar, o'sha ulamolar, diniy o'sha ilm bor, moldalar deymiz, qorilar deymiz, o'shalardan uqqanim bor. Elga barliq odamzotni Alloh yaratgan deyiladi. O'sha odamdan jaralgan Alloh yaratgan bendalarda boshqasi zulm qilsa qaytarg'ilar deyilgan ekan. Duxinglar, qo'rqsanglar degani duxinglar. Jetmasa til bilan, qo'l bilan qaytarg'ilar. Duxinglar jetmasa til bilan qaytarg'ilar. Og'adaga qo'rqsanglar buni
til menen degenim söz menen deydi. Qaytargıla degen. Ağa da korksaňar jaman körgüle degen. Men Allah buyurganiça, Hudaýym buyurganiça til menen hareket kılıp atam, şu jaman körgenler. Buzukligini men bilem da. Men körüp bilip duram. Anan til menen nima kılıp atam, anan jamanam körüp. Oşa meni bu jaşawymda özümni jekeçe prinsipim. Alарды körgeni gözüm jok. Hazırga kelip men özüm esepdeyman. 90-njy ýyldaky 1990-njy ýyl Oş okuyasy 10-njy ýyldaýlary ulutlar aralyk çırçatak. Oşonu jasagandardy ulandysy bar. Mana şunda kiçine mana sizdin üýüňizge nima boldy? Kiçine bir köýge düşürüşdi ala. Şundan özlerini kızıkçılıklarını. Biranı eşeği kakılıp ölüp basa, balası kiçine jıgılıp tutsa, şundan bir numara paşadan bil jasaytlar, özlerini maksat oylarıyla burmala paydalanışatlar. Oşu eskiden kelip atar. Buga hazır 10 yıl, 35 yıl boldu. 90-njy ýyldan murlara, 40 yıl, 50 yıldan beri kelip atar. Bular. Oşa sizdin köýgöňizde artylan özlerini kızykçylygy üçin kara oýdaýdy buzuklar paýdalanyş batkany men sezip kaldym. Anan sizge bir gaýraly düşünük bereňçe, birak sizde erkiňiz, kандай pasat tutsaňyz. Alarda şu sizi köýgöňizde artylan şu oý bar. Emne, kандай? Kандай desek, alar hazır siz atıldı. Tir de attı, derejeňiz sınıptı. Siz kızık atam. Kim emnege mende kандай öçü bar? Kızık atam deyip, tawal iş gerek deyip atasız. Toğra siz erkiňiz. Birak alar aýyl hökümetdi. Mana çeýildi, gördük. Bundan murdaga maýekde hem aýtyldy. Aýyl hökümet hyzmatçilerini yönetip bir top eldi toptap alıp durup milisiyalar urdu, baldarыбызды sabap atat degen sözler aýtdy. Men de ukdum. Oşonu astında başka kara oy turganını men sezip kaldym. Urdu, sabap atat baldardy, milisiyalar kıynap atat dep jalgandy taratyp atat. Bu milisiyalar men işenbeýin. Ular mizam çeginde işleşke majbur murdaga mezgilder ötüp ketdi. Birak elge uşany taratyp atat. Men işenbeýim. Sizçe işenesizmi milisiyalar zorduk tapmak kılışıya? Endi bu şundaky bolýan. Hazır işenbeýsiz. Endi hazır zakon boýunça işlerimiz diýip. Zakon mizam çeginde işleşet alar. Şunu elge başkaça söz aýtyp otur. Kim dese aýyl hökümetde ötülü jandarma aýlynyň aýry başçysy. Kelip aýtdy. Sizge da aýtdym, naga da meni hem çakyryp aýtdy. Sizge da aýtdyp. Eldi ýurtdy milisiyalar urup kıynap atat. Sen keçirip koy dep soran atat. Bul emne dese alar üçin aýyl başça ýaýlap atar. Özüni oýu emes o. Bu zakas aldı. Onu akalary bar. Jönetdi. Bu meni jekeçe oýum, oşo oýumy sizge ortaga taşlap atam. Al elde buzuku iş, provokasiýa işlerini jurguzip atat. Bilikde bir butağı milisiyalar elde sabap atat dep sizdi körsatip atat. Sebepkeri dep. Sizde erkiňiz, siz hiç kanday mizan buzulmak, kimden jardam soraş? Aýtyp atasy-da, kim sizge jardam beriş gerek, üýüňizge ok atsa. Onu şu jazyp berip arzlanyp milisiyalar elde sabap atat deyip. Bir okumundan alar mergenler. Eki koyandı atyp atar.
Sizni sebep qilib ko'rsatib, militsiyalarni, bilik organlarini elga jamanatli qilyapti. Men o'shani sezib qoldim. Boshqa o'y yo'q-da. U kechirib qo'ydi deyapti. Misoli siz kechirasizmi, kechirmaysizmi? Sizni jeki erkingiz. Anan kimni kechirasiz? O'shandan o'zlari kechirib qo'y deyishga tushunsa bo'ladi. Bileva degan o'y ham keladi. Kim ekan? Hozir alarda muzikasiga siz biylab vatasiz degan tushunib bo'lib qoldi. Ular sizda derazangizda qiziqchiligi yo'q. El yurtda tayoq jeganga qiziqchiligi yo'q ularda. Men ularni bilaman. Kichkina izchil chiqarib bela murdag'i birlikdagi militsiyalarni qamatib qancha aqcha to'kkanlarini bilaman. Aqchasini olib, ziyoratga olib, korrupsiya murda qancha bundan bir 10 yil, 5 yil, 8 yil murdagi o'qiyalar. Shunday ishlashib kelganlarni ham bilaman. Ama bardig'i nimada birda emas militsiya xizmatchilari. O'shandalarim bo'lishi mumkin. Men shuncha aqcha oldi deb aytishga murda. Hozir unday emas-da. Hozir dag'i o'sha so'z taratishyapti. Elni uyratib olgan. Ben bir so'z bor. Unavi odamlar shunday bo'lib qoldi. Boshini ulush yeringiz bor? Bor. Ulush yerda misol ishlatmasa boshqasiga suylashib arendaga beradi. Al ekin. O'sha siyoqda boshini, miyasini, mana miyani o'sha buzuqlarga arendaga berib qo'ygan deb elesitib o'taman men. Al buzuqlar uni miyasiga qalagan ekin deyib turib jinab olaveradi. Zombi, robotga o'xshab qolgan elda ko'p qattami shunday o'ylab. O'shaga siz alarda buzuqlar muzikasiga bilayotganga o'xshatib o'tadi. Bilayotadi deb tushundim. Buni o'zingizda reaksiyangiz ularga qo'l keldi. O'zini qiziqchilik uchun foydalanib bo'lyapti. Endi eng qo'rqinchli bilik organlarini elga jamanatli qilish ketyapti. Bu ssenariyada bor. O'sha separatistlarning ssenariyasida bor. U Yevropa eng cho'ng akalari Yevropada. O'shani tushunatsa, tushunmagan joy bo'lsa so'rayvering. O'shalar buzuqi ishlarini qilish uchun qo'llanma bor. O'sha ssenariy deb qo'yadi. Rejissyorlar kino spektakl ssenariy yozib, aktyorlar jalb o'shani atqarib beradi. 90-yildagi 10-yildagi ssenariy o'sha ssenariy negizida izchuvlar chiqqan. O'sha ssenariyani dag'i qo'llanishni ketyapti. Bir oilalar bir butun Qirg'iziston taqdirini chechib qo'yadi deganlar adashadi. Xuddi shunday barliq joylarda bo'lishi mumkin. Sebebi yaqinda internet tarmoqlarida men o'qib qoldim. Qodirjon Batirov jo'nida nimalar ko'p ketyapti. Ana Peru degan ham nima qildi. Bu qalb. Endi qalb va tiri bo'lsa tiri, o'li bo'lsa o'li. Biroq motivatsiya beryapti buzuqlarga. O'sha bilan internetda. O'shandan kuch olyapti ular. Hozir ulantyapti, dag'i boshtaldi. Birlikda elga jamanatli qilish. Men buni 88-89dan beri o'shanday buzuqlarga qarshi kurashib men borda tushunigim bor olardim. Bu qo'rqinchli qilganim yo'q, tushunyapsizmi? O'sha ssenariy bo'yicha dag'i o'sha kinoni spektaklga kinoni o'sha nimaga sahnaga qo'yamiz deb harakat boshlayapti. Biroq aktyorlar bo'ladi. Ssenariy bitta. Tushunyapsizmi? O'shaga manavi el so'roq beryapmiz, bunday qilyapti, mendan chekinyapti deb. Конечно, birlik organlar militsiya ilikda qanday topsin.
ular mekenda buzuqlik, mekenda tinchligini yo'q qilib, elda tinchligini yo'q qilib, ulug'lar oraliq qasdlikni qo'zg'ashga harakat qilib, birlik qarmab turibdi elda tinchligini. Prokuratura, sud, militsiya ketganba, qovuslik komiteti qo'rg'ab turibdi. O'shalarni elga jamanatli qilib ko'rsatish nima bo'lyapti. Anan men o'zim o'y fikrlarimni aytib olay, ana siz so'zlaysiz. Zerikib ketmadingizmi? Yaxshi ekan. Bu buzuqlarda men sizga aytarim, buzuqlarda o'y, yomon o'ylari, o'shalarni muzikasiga siz biylasangiz, o'shalarga qora o'ylariga, yashowga nima qilish uchun ularga yordam berib qolasiz. Siz o'z bilmaysiz, atayin qilmaysiz, biroq o'shanda yordam bo'lib qoladi. Endi bu so'zlarim qaysiga qarshisiz, qaysi nima? Hozir o'zi demak, bu yerda millatchilik nimasi ham propaganda tashviqoti ham ketyapti ekan-da. Shundan foydalanyapti. Sizning ko'rganingizni o'zlarini qiziqchilik uchun foydalanyapti. Militsiya organlarini birlikda bunday deb bollarimizni savadi, meni savadi, tayoqladi deb taratib keldi-ku. Hozir agar to'g'risi, agar hozir shu siz aytgandaqa seryozni agar holat bo'lsa, to'g'risi ochiq gap, masalan, mani ham kim taniganlar ham bilsa kerak, man birinchidan oddiy elda tinchligi, ikkinchidan umuman nimamizni tinchligi, keyin qolaversa bu biz yashab turgan bu o'lkani tinchligi, yashab turgan mekin o'zi kerak. To'g'risi gapda hozir, to'g'risi hozir bir kichkina joyda bo'lsa ham bu shularga zarar keladigan ishga men ham qarshiman, to'g'risi. Ochiq gap. Agar hozir siz aytgandaqa o'shanaqa shu ma'noni ketkazayotgan bo'lsa, ammo bunaqa bir ikki marta ishlarga ham o'zim guvohman. Lekin hozir aynan mana ishda ham shu narsa ketayotgan bo'lsa, aka, to'g'risi bu ishdan, bu davoimdan voz kechaman aka. To'g'risi, agar shunaqa bo'lsa, to'g'risi gapda. Sabab nima desa, elda tinchligi, ayniqsa oddiy xalq tinchligi, masalan, bu birinchi o'rinda turadi, to'g'risi. Masalan, o'zi musulmonchilikda ham bu odamlarning tinchligini birinchi o'ringa qo'yadi, ayniqsa oddiy odamlar. Endi ularda har xil deb, ularda oddiy odamlarda u yoqqa bu bahonada buzilyapsa, undan ko'ra bu ishdan voz kechgan yaxshi. To'g'risi. Agar shuni bo'lsa, men to'g'risi voz kechaman. Bu nima degani desa aka, men bugun shu biznikiga o'sha tajovuz qilgan o'sha odamni kechirmayman. Lekin doim odaman. Agar shu el yurtga tinchlik bo'lib, masalan, oddiy odamlarga tinchlik bo'lib, ularni siz aytgan gap bilan bir fikrlari buzilib, har xil, masalan, bugun hukm nimaga qarshi bir ikkita yilda bir haligi bunda ulug'lar qasdni qo'zg'ash uchun foydalanish. Agar odamlarda shu millat o'rtasiga shunaqa yomonlik keladigan bo'lsa, men bu ishdan voz kechaman. To'g'risi, voz kechaman. Lekin qilmishga yerda nimasidan, qilishidan emas. Men doim olaman. To'g'risi. Mana shu tinchlik bo'ladigan bo'lsa, tinchlik uchun olaman. Arzingizda men olaman. Olasiz. Mendan ta'sirlanib emas, men bu situatsiya bo'layotgan nimani chi berdim-da. Yo'q, agar o'sha siz aytgandaqa qo'llanish, agar shuni qo'llanayotgan bo'lsa, men elda tinchligi uchun nimamni doimdan voz kechaman. To'g'risi. Endi nimani o'sha mana bu aybdorda, masalan, biznikiga tajovuz qilganda to'g'risi Xudoga topshiraman. Demak, qo'nchi, siz qanday o'ydasiz? Hozir akamizni o'qitdingiz.
endi gaplaringni eshitdim. Agar bu ishimizdan haligi chiqqinchilar, haligi noto'g'ri foydalanayotganlar biylikni elga yomon ko'rsatadigan bo'lsa, bu arizamizni da'voyimdan voz kechaman to'g'risi. Mayli, endi sizlarni kichkina vaqtinglarni olib qo'ydik. Rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Endi bo'pti, bir suylashdik, endi yaxshi duo qilaylik chiqqan. Mana shu ishimizni avval oxirini xayrli qilgan, el yurtimizni Allohdan tinch qilgan, oddiy xalqlarga, oddiy elga zarar keltiruvchilarga ham o'zing kifoya qilgan. Amin. Allohim shu mana shu odamlarni bir-biriga mana shu yomonlik bo'lishidan Allohim o'zing saqlasin. Alloh rahmat.